nechta go'sha bo'laman. Endi daraxt chopgani ketsam ham bo'ladi. Mana shu daraxtlarni chopsam ham bo'ladi-ku, lekin baribir bu yerga o'rmon qurmoqchiman, qisqacha qilib aytganda. Ko'pdan beri men tarafga hech kim kelmay qo'ydi. Nima gapirmayman. Bir tarafdan kelmay to'g'ri qilishadi. Bu yerda ko'pchilik zombilar aktiv bo'lib, har doim qor yog'adi. Kecha ham qor yog'gan o'zi. Yettita mayli shu yetar buguncha o'zini tomoni boshlasa. Mana bu kim? Umid qilamanki qor yog'adi yana. Umid qilamanki bu zombi emas, zombilar unchalik kuchli bo'lmasdi. Daraxt hop mayli qotib. Nima? Qayerdan keldi? Yo'q, bu qayerdan keldi bu? Yo'q. Amayli hech qisi yo'q. Taqtaqda. Ishta qilyapti. Kim bu? Menimcha odam bo'lsa kerak, sababi maxluqlar la'nat qo'ygan tiqilib qoldi. Bu yerda har ehtimolga qarshi. Salom. Kimsan? Ha, mayli. Salom, mayli. Kim? O'zingagina his qilaver. Meni ismim Dar. Qisqacha qil. O'zasi Darga sen isming nima? Meni Marlo deb chaqirgan. Mayli, bu yerlarga qanday kelib qolding? Men o'zi boshqa bir chekka qishloqdan keldim. Adashib qoldim bu yoqlarda. Bizni o'tin terishga yuborishgan. Ular o'zi shunday xavfli ko'proq qor yog'gan uchun monsterlar aktiv bo'ladi. Hali ham sen meni uyimga olib kelibsan, bo'lmasa monsterlar seni yeb qo'yardi. O'zi qor yog'gan. Pechkani ko'chaga ko'tarib chiqaymi yoki kerak emasmi? Kerak emasmi? Shu pastga tushsam. Sen pastni o'zi ko'rib bo'lganmiding hammali uchun. Lekin tagi muz. Bu yerda baliq tutish uchun shunaqa qilib qo'yganman. Menda taxta borda. Bu yerda taxtaliymizmi? Unda hozir men sindiramasam taxta qo'yib chiqaverasan. To'g'ri, bolta bilan chopib aytishim. Qo'limizni qo'yib. Bir yarim yilcha birgacha bo'lib qoldi. To'g'risini aytsam, meni bu yerga o'zi kelmoqchi emasdim. Qishda endi boshqa yerlarda qor qattiqroq yog'adi deb o'ylasam, astarloq lekin har kuni yog'adi. Shu sababga keldim. Monster deganda endi sana har bir Minecraft dunyosida albatta zombilar bo'ladi yoki skeleton. O'shalar bu yerda ko'proq bo'ladi. Qor sababli quyoshda yonib ketadi, bilasan. Shuning uchun bu yerda aktiv bo'ladi. Men bunda uyda o'tirib turman hozir. Tongga borib qaytmoqchi edim. Qor bosib qolmagan bo'lsa, bosib qolgan bo'lsa ham mumkin, shu ko'rib qaytaman. Mana yo'q. Eshikni daraxtlar ham oqarib ketdi. Bir tarafdan to'g'ri. Lekin bir tarafdan bu yomg'ir qo'shib yog'adi. Bu yoqqa qaramaysan, o'zi anomaliya shunday, nima desa bo'ladi, u yog'iga qor yetmaydi nimagadir. Bo'ldi. Bu yoqqa. Mana bu tepalikning tagiga tush, mana uzun qurilgan narsani. Yonida teshik bor. Ko'pdan beri kelmagandim, bu yerni qazimabman ham. Qazichasanmi? Ko'mir. Mayli qo'yaylik. Ko'mir chiqib bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir o'zi qishoyi sovuq bo'ladi. Fakelyapti yana.
Sen o'zi qaysi qishloqda yashaysan? 198. Yo'q. Juda ko'p bo'lganini o'ylashim, lekin hozir qor kuchlidir ham yoqda. Hali turib quyosh chiqardi. To'xtachi, mana bu yerga fakil ayol granitga o'xshayapti. Moy ekan, la'nat. Granit deb o'yladim. G'or topdim. Fakil bo'lsa berib tur, bir nechta. Pastga tushsang nima desa bo'ladi. Yiqilib tushdim, la'nat oyog'im. O, ko'mir koni bu yoqqa, ko'mir topdim. O'zi qishda juda ko'p ko'mir ketardi. Endi juda oson bo'ladi. Menga bir narsa aytingmi? Morganda ko'mir mani uyim tagida ham bor edi, lekin suvdagida. O'rgimchaklar e'tibor bo'lmasam o'zi bu yerda kattalashib ketgan shunaqa. Bo'ldimi, qolmadimi? Qorga tushamizmi yoki chiqib ketaveramizmi? Yurchi. Bitta fakil qo'yib. Bo'ldi. Yog'i to'piga o'xshaydi, yo'l bor ekan. Enderman bor o'xshaydi. O, temir. Mana. Voy, mana. Ol. Bu yo'g'ini bir razvedka qilib ko'raychi, yo'qlaychi. O'rgimchak ko'p o'xshab turibdi. Qaysi yo'ldan kelganding? Tepadan. Unutib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi. 4 ta temir chiqdi maytiga. To'xtachi hozir men yo'qini ko'raychi. Bo'ldi, yaxshi ketdi endi. Sen bo'lmasa uyga o'zi bora yo'lni unutmagan bo'lsang bora demoqchi edim. To'xta, biz bu yo'ldan kelmadik. Lava bor ekan. Temir cheleging bormi? Nima oyog'ingga? Narsa kirdimi yoki? Tushmay qo'yaman просто. Oyog'imga tegizmas. Sal qoldi, yalaviga tushib ketmoqchi edim. O, temir bor ekan. Hozir sen borib turaver uyga, bo'lmasa men o'zim yetib olaman temirni hozir. Uyga borib olsak bo'ldi endi. Qayoqdan kelgan? Unutib qo'ydim Bu men. yoqdan. Mana suv bor edi shu. Chiqolmay qoldim. Yur. Haliyam issiq yerni tagida bo'lgan uchun bo'lmasa hozir bunga oyog'imiz tekkanda muzlab qolar edi. Yapsanmi? Suvda chiqolmayapman, bo'ldi amalan. Yerni graviy bosib ketgan bu yer. Bu yerdan chiqsak bo'ladi. O'qni uchun yasash mumkin. Bu yerda yana ko'mir bor ekan. Buncha baraklar ko'p ekan bu yerda. Xohlasang uyga borib turaver o'zing. Mana ko'mirni ham olib olaman. Topshir. Xo'sh bo'ldi. Bu yerda ko'p temir bor ekan, lekin hozir Marlon yoniga borishim kerak. U sovuq qotib qolgandir, o'zi pechkani yoqaman. Qor yana yog'yaptimi? Tingan joyi. Yetim jimlab ketdi boru. Hozir to'xtaman. Boshqa yerdan chiqdimmi? Xo'sh, maydonda mana shu yerdan amallab chiqishim kerak. La'nat suvim yo'qda. Tepaga qanaqa chiqib chiqsam. Hozir o'rmonni qaysi joyda ekanimni ham bilmayman-da men. Как раз uyim yonida ekanman. Xo'sh, bu marlo o'tirgan bo'lishi kerak. Men u yoqdan bu yerdan chiqdim shu. Men Marlo to'xta. Marlo emasmi, Marlo? To'xta, Marlo, qayoqqa ketyapsan? Yo'qki. Kim Marloga o'xshamaydi. Ha, Marlo uyda, balki Marlo do'stlari xabar olish uchun kelgandi, shunga ketayotganda Marlo, qayerdasan? Nima bu? Marlo hazillashib qo'yganda qarang. Paska Marlo. Marlo? Qayerga ketyapsan? Balkondami? Ba'zan
balkonda ham eshitmaydi sababi Marlo to'xtatib topish uchun 999-qishloqqa bor. Nima? Shunda boyaga chiqib ketgan Marlo lekin Marloga o'xshamagan-da u. Marlo qora tanli emasdi. Nima bo'lgan bo'lishi qanday? Nima bo'lgan? Qayoqqa ketgan? Qor kuchayapti-da, bo'lmasa jon deb borgan bo'lar. Borib ko'raychi qayoqqa ketgan ekan mayli. Kim bo'lishi mumkin? Yo Marloni kimdadir qarzi bormi? Bilmadim. Yo'qlarga ketgandi boya ko'ralishimi? Menimcha boya chiqib ketgan Marloni do'sti. Marloni bo'lsa, menimcha, shunday bo'lishi kerak. Menimcha boya taxta qo'ygan Marloni do'sti bo'lgan hamda Marlo meni qidirib konga borgan, nimaga qolib ketdi deb keyin uyga borgan. Uyda boyaga do'stini ko'rgan, keyin do'stimga aytgan, sen o'zing ketaver, men unga xat qoldiraman degan. To'g'ri, shunday bo'lishi kerak. Shunda bir-biriga jipslar so'rashadi. Lekin hozir uyda bo'lishi ham mumkin, sababi ular 999-qishloqqa unchalik yaqin ham emas bu. Mana shu yerdan normalniy yo'l. Demak, ular qayerga ketdi bu? Shu yerda bo'lishi kerak bu. La'nat sen